Barchaga assalomu alaykum avvalo. Menga misol obuna bo'lgan, podpiska bosgan, bosmagan barchaga bu mana shu videoni kim ko'rayotgan bo'lsa, shulardan bir iltimos, mana barchamiz yosh bo'lganmiz, orzularimiz bo'lgan, masalan, kimdir orzu qilgan, do'stim katta bo'lsa ham qiyomatingiz ham bilan do'st bo'lib qolamiz degan, yana kimdir futbolist bo'lishni orzu qilgan, yana kimdir doktor bo'lishni, yana kimdir xudo xolasa men katta bo'lsam chiroyli mashinalarni olib, chiroyli uylar solaman, ota-onamni hajlarga jo'nataman, o'zim birgalikda borib o'sha yerda duolarni olaman deb niyat qilganlar bor va hokazo shunaqa. Chunki barchamiz orzu bilan, niyat bilan katta bo'lamiz-da. Hali bir xilgimiz aytamiz, men xudo xolasa katta bo'lsam, bunaqa ishlarni qilaman, misol fermer bo'laman yoki boshqa yoki yana va hokazo shunga o'xshash orzusi bo'lganda har bitta insonni shu videoda ko'rayotgan. Shulardan kimlar orzusiga yetgan, kimlar yetmagan. Malol kelmasa kommentariyaga shuni yozib ketinglarchi. Orzusiga yetgan qancha, yetmagan qancha. Shuni bir ko'raylikchi. Shunga nima deysizlar? O'zlaring fikrlaringni yozinglar. Orzusiga yetganlar iloyim hamisha nima niyatlar bo'lsa yetib yuringlar. Yetmaganlar ham niyat qilgan orzulari bo'lsa, nima niyatlar bo'lsa barchasiga yetsin. Bitta kommentariyaga yozinglarchi. Masalan, men o'zim yozib qo'yaman. Nimani niyat qilganman, unga yetdim, nimaga yetmadim.